4,5 kilo sazanimizni o'qdik. Ham sizlar uchun foydali bo'ladigan, maza qilib yeydigan, hozirgi paytda sezoni bo'lgan живой baliq haqida gaplashamiz. Nima deyapti bu? Nima deyapti? Mana buni qaranglar. Endi usha olmaymanmi yo'qmi bilmadim. Mana chiqib kelishini qaranglar, suvdan bahaybatligini. Mana buni qaranglar. Voy. Kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Endi qo'limga qarasanglar baliq ko'rasizlar razmerini. Shunaqa katta baliqlar kerak bo'lsa, taroziga qo'yib vesini ko'raveramiz ham. Qani? Bismillah. Birinchi ushlaganimizni ko'ryapsizlar, 4,5 kilo sazanimizni o'qdik. Hamma yo'qni mana abdala qilyapti. To'xta, bo'ldi. Qo'rqma jonivor deydi. Sizlar uchun kelsanglar bunaqa sazanlardan ko'p olib kelib qo'yganmiz. Qani? Bismillah. Qolagan razmeringlarda bor. 1 kilodan tortib, почти 10 kilogacha sazan kelyapti hozircha. Xorazmdan kelyapti. Maza qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Hozir bitta yana ko'ramiz. Hoppa. Bizda bu yerda kelsanglar tozalab, chopib berish xizmatimiz bor. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Qani? Bunisini qo'yib ko'ramiz. Chiroyliligini qarang. Buni vashsha zo'r ekan. Bunisi 4 kilo ekan. 3 kilo 800 chiqyapti. 4 kilolik sazanimiz. Shunaqa sazanlarni maza qilib yeb ketsanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketdik. Ozodlik.